Bismillahirrohmanirrohim. Savolda aytibdilar, inson bir o'zi bir xonada yotishlik hukmi qanday? Aslida yolg'iz yotishlik, yolg'iz safar qilishlikdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qaytarganlar. Ibn Umar radhiyallohu anhudan kelgan sahih hadis bor. Anna Nabiy sallallohu alayhi vasallam naha anil wahda, ay yabitu ar-rajul wahdahu aw yusafiru wahdahu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yolg'izlikdan qaytardilar. Bir inson yolg'iz tunashligi va yolg'iz safar qilishligidan qaytardilar degan. Mana bu hadisdagi yolg'iz tunashlik ma'nosi shuki, inson bir uyda bir o'zi yotadi yoki ayol bir uyda bir o'zi yotadi va bir o'zi safar qiladi. Yo'lda hech kim bo'lmaydi. Ana bu holatlardagina bu bir o'zi degan ma'noga tushadi. Lekin bir xonadonda, ya'ni bir uyda har xil xonalarida yotishlik yolg'iz bu hukmga tushmaydi. Chunki modomiki uyni kiradigan eshigi bitta bo'lsa, uyni hammomi, uyni hojatxonasi, bu masalalar bitta bo'lsa, oshxona, mana bu holatda bu uy bitta uy hisoblanadi o'zi. Har xil xonalarda har kishi bir o'zi yolg'iz yotganda bu hadisga tushmaydi. Va xuddi shunday safar masalasida ham inson bir o'zi safar qilishlikdan qaytardi deganda ma'nosi, inson masalan bir sahroga bir o'zi chiqib ketadi. Hech kim yo'q yo'lda. Ana shu yolg'iz safar deyiladi. Hozirgi kunda masalan lekin bir inson bir o'zi yo'lga chiqadi, atrofi to'la odamlar, u bilan birga masalan samolyotga chiqsa to'la inson, mashinaga minsa atrofida to'la inson yoki poyezdda yurgan bo'lsa atrofida to'la inson, bu hadisga tushmaydi. Hadisning ma'nosi inson sahro yerida bir o'zi yolg'iz yurishligidan qaytarilgan. Chunki bu insonni jin urib ketishi mumkin, bu insonni yoki boshqa har qanaqangi o'zidan o'zi vasvas bo'lishligi mumkin, cho'chib inson qo'rqib bir holatlarga tushib qolishi mumkin. Xuddi shunday yolg'iz yotganda ham, modomiki boshqa xonada boshqa insonlar borligini inson his qilsa, mana bunda bu inson yolg'iz deyilmaydi. Allohu a'lam.